Assalomu alaykum. Bu tez tibbiy yordam startap mobil ilovasi. Bu hozirgi kunda veb-sayt ko'rinishida ishlayapti. Hammasi deyarli tayyor biz platformada. Kirganimizda birinchi interfeys kutib olishi bu bizni va kirgandan so'ng interfeysda ikkita bo'lim bo'ladi. Ya'ni foydalanuvchi qism va dispetcher qism. Bu yerda ikki xil odam foydalanadi. Agar biz foydalanuvchi bo'lsak, foydalanuvchi qismga bosamiz. Bu foydalanuvchi qism ketdi, bosildi. Biz va endi lokatsiya, ya'ni joylashgan joyimizni aniqlaymiz. Bizning mana joylashuvimiz topildi. Bu yerda yana bo'limlar bor. Ya'ni bizga yordam chaqirish kerak bo'lsa, mana bu yordam chaqirish tizimini bosamiz. Avtomatik o'zi qo'ng'iroq qilish bo'lsa, bu yerda bosamiz. Birinchi tibbiy yordam, birinchi yordamlarni ko'rsatish uchun mana bu yerda birinchi yordam uchun video qo'llamada bo'ladi. Ya'ni hamma ham bilmaydi nima qilishligini. Bu yerda yaqin shifoxonalar ko'rinadi. Bu yerda maslahatchi, ya'ni AI tizimi bizga qanday holatlarda nima qilishimizni ko'rsatadi. Bu yerda masalan AI tizimiga kiraylik. Bu yerda boshlandi. Ma'lumotga mana qo'lim singan degan, qo'l singan bo'lsa, qo'lim singan degan buyruq bosamiz va qo'lim singan buyruqqa asosan bu bizga javob beradi. Mana bu yerda aytib ketilyaptiki, suyak sinishi yoki chiqqanda birinchi yordam odamga juda tushunarli qilib ishlangan bu. Bajarmang, shikastlangan joyini o'zingiz sug'urishga urinmang va bajarish kerak bo'lgan joylari va bu yerda har doimgidek 103 qo'ng'iroq bo'limi turadi. Bunda bizga har doimgidek tushunmagan yoki juda zarur, o'ta qiyin vaziyat bo'lib qolganda 103 ga qo'ng'iroq qilinadi. Endi biz bu yerdan bosh sahifaga o'tamiz. Endi yana biz qilganimizdan so'ng masalan birinchi yordamni chaqiramiz. Kerakli yordamni. Ketdik. Endi mana bu yerda o'rtacha kechikish vaqti, keyin brigadalar muvaffaqiyat joylab berilgan va bizning joylashuvimiz. Endi tez yordam chaqirishni bosamiz. Mana qabul qilindi. Hammasi qabul qilindi. Endi chiqib ketamiz bu yerdan. Endi dispetcher zadachasiga kiramiz. Ya'ni biz bu yerda baza bitta bo'lgani sababli hozirgi kunda MVP bo'lgan variantida shunday qilingan. Endi kirsak, dispetcherga kirsak, bu yerda mana chiqilgan, bizga berilgan arizaga tushgan mana. Arizaga tushgan bu yerga yo'lga chiqishni bossak, biz yo'lga chiqish va xaritani ko'rsatadi. Qayerdan tushganligini ko'rsatiladi, kutilmoqda, nechida kelganligigacha ko'rsatadi. Endi biz yo'lga chiqishni boshladik. Mana taxminan biz bitta joyda bo'lgani sababli aro masofa bir xil. Shuning uchun bizga yo'lda shu tarzda ko'rsatyapti. Bizda. Agar doimgidek hamma joyda har xil bo'ladi. Shuning uchun buyuriladi. Endi qabul qilib bosdik. Bu endi bajarildi, qabul qilingan. 2 marta buyruq kelgan bizga. Shuning uchun 2 marta ketamiz. Qabul qilamiz. Yana bo'ldi, hammasi bajarildi. Hozircha so'rovlar yo'q, avtomatik yangilandi bular. Qabul qilingan jarayonlar hammasi ko'riladi. Qisqacha tasniflar shu. E'tiboringiz uchun rahmat.